Hürmetli kuzatuvchilar, Bağat Avtosavdo kanalına obunachilar. Bugün 18 iyun 2025 savdamiz Qarasvet Gentra bo'ldi. Mashinamizni Xankaga satdik. Asqarbek og'amizga xudo xolasa 148 million so'm pul bo'ldi. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin, davlatli bo'lsin, chiqib yursin. Birinchi istekli bo'lsin. Sizler yaxshi günlere, to'ylara, nasib etsin, izlayversin. Şöyle kulağınızı takın. Bize temiz sattan maşinamız Gentra Mekanika Style Qarasvet'i oldu. 2022, kuzu 23, yumuşak balon 4 tane, çikol polik metanı var. Tayyor avtomobilimizde 148 milyon so'ma şıtır Xankaga sattık xudo xolasa. Kelsangiz shunday zo'r narxda mashinamiz ko'p. Kredit, barter deysizlarmi, naqd pul deysizlarmi, azroq pullarni 7000 kasa beldan ham durib beraveramiz. Savdo zo'r. Xudoga shukr, hammasi chesni ishlardan keyin zo'r bo'lib turibdi. Kelaverasizlar. Shunday sotadigan mashinalar lekin kelaverasizlar. Rahmat kuzatib o'tirganlar uchun.